O'rtoqlar, Pragaga xush kelibsizlar. Erta kiramiz bu joylarga, chunki hozir yopiladi bular. Ulgurmay qolamiz. Ko'p yo'l yurib, hozir deyarli yetib keldik. Yaqinroq gapirmasam, ovoz yaxshi eshitilyapti. Deyarli Chexiyaga yetib keldik. Bundan keyin Pragaga ham yana yurishimiz kerak. Hozir qancha? 2 soatdan ko'proq vaqt qoldi, to'g'ri? 2 soatlar qoldi. Yo'lda ko'rgan bo'lsanglar kerak, tashqarini sal ko'rsatishga harakat qildik. Hozir hamma nimaga tushgan? Atrofni ko'rsataman. Hozir hamma break olgan, ya'ni tanaffus olib, chekadiganlar chekib, ovqatlanadiganlar ovqatlanib, shunaqa qilishyapti. Biz ham pastga tushib sekin toza havoda nafas olaylik dedik. Sizlar bilan yana Pragaga yetganimizni ko'rishamiz shu bilan. Bu narsa deb qo'ysang endi ham kuzatib boring. Kuzatib boring. O'rtoqlar, Pragaga xush kelibsizlar. Nihoyat yetib keldik. 7 soatdan keyin 7 soatmi? Undan ham ko'proq. Hozir yetib keldik. Birinchi taassurotlar, initial impression deydimi? Shunaqa narsa. Shahar ana o'tgan nima edi? Shahar tekismasida bor-ku. Balandliklar juda ham ko'p. Ajoyib joylashgan. Ko'ramiz qani. Bu faqatgina birinchi taassurot. Sizlar bilan yana o'rtoqlashamiz. Hozir Airbnb olganmiz, o'sha yoqqa ketyapmiz. Yoqqa narsalarimizni qo'yib qo'yamizda, keyin kechki payt Abdushiga aylanamiz Pragani. Biz bilan qolinglar, ko'rasizlar. Stay tuned guys. Mana hozir esa qaysidir libraryga kelib qoldik. Muzey. Museum ekan, muzey ekan. Erta kiramiz bu joylarga, chunki hozir yopiladi bular. Ulgurmay qolamiz. O'rtoqlar, jonli musiqadan bahra olinglar.
Yana bir marta hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videomiz o'sha ikkinchi kundan olinyapti. Kecha kech payt ko'p video ola olmadik. Sababi telefonimiz zaryad tugab boshqa, lekin harakat qildik işte yaxshiroq videolar olishga. Bugungi kunimiz ertalabdan boshlab oldik. Qolgan uyimiz Airbnb dan chiqib ketishimiz kerak edi. Soat 10 gacha. Biz o'sha 9:10 larda chiqib ketdik. Undan keyin qayerga bordik. Undan keyin astronomical clockga bordik xullas. Shu mashhur soati bor ekan, uni ham ko'rishingiz mumkin videoda. Bundan tashqari shu shaharda aylanib, hozir orqamdagi bino Milliy muzeyga keldik. Polsha nima? Chexiya Milliy muzeyiga hozir kirishga harakat qilamiz. Kechirasizlar, juda ham ko'p video ola olmadim. Kecha kech payt ham nima edi? Tungi shaharni deyarli sizlarga ko'rsata olmadim. Lekin baribir shu paytgacha video olayotgandim, shuni tugatib qo'yishga qaror qilib, bugun mana hozir videoni olyapman. Hozir bu muzeyga kirib ko'ramiz. Men endi fikrlarimni aytib o'tmoqchiman Praga haqida. Praga birinchidan puliga o'rganishimiz juda ham qiyin bo'ldi, chunki 1 zlotiyimiz 6 Praga, ya'ni koronaga to'g'ri kelar ekan, ya'ni Chexiya koronasiga biz magazinlarga kirgan paytimiz yoki birorta servisdan foydalangan paytimiz narxlar nerealli qimmat chiqib ketyapti. Biz endi zlotga o'rganib qolganimiz uchun nima qimmat deb tuyuldi bizga. O'zi umuman shahar ozgina qimmatroq ekan. Uni magazindagi narxlardan ham bilsak bo'ladi. Kecha biz Albert degan supermarketga kirib, shu yoqdan magazin nima qildik? Bozorlik qildik. Bundan tashqari Lidl bor ekan. Lidlga kirmadik. Endi har doim boshqa davlatlarda kirib yurganimiz uchun bularni o'zini boshqa bir magazinni try qilib ko'rmoqchi bo'ldik narsalarini. Shuna qilib kechamiz tugagan edi. Bundan tashqari o'sha aytganimdek fikrimda qolaman. Haydovchilari odamlarga sal qo'polroq ekan. Nimaga Varshavaga, Polshaga solishtirganda. Bundan tashqari yana odamlari ham qanaqa yurishni bilmas ekan, lekin juda ham ko'p turist bor ekan. To'g'risi, men masalan Varshavada yursam, bunchalik ko'p turist ko'rmayman. Bu yoqda juda ham ko'p ekan, tan olish kerak. Va binolari Varshavaga qaraganda ancha ham chiroyli. Bu tarafi plyus ekan. Eski binolarni saqlab qolgan. Yana nima? Tramvaylari har xil, eski tramvaylari bor, yangi tramvaylari bor. Umuman shahar rostdan accessible deydi-ku, easily accessible, ya'ni osonlikcha bir joydan boshqa joyga borishingiz mumkin. Yarim soatda shaharda o'sha markaziy qismini bir tomondan ikkinchi tomoniga borishingiz mumkin. Muzeylari, librarylari hammasi bir-biriga juda ham yaqin joylashgan. Shu tarafi menga lekin Venani eslatdi. Venada ham bilsanglar juda ham bir joydan boshqa joyga borishingiz oson. Ya'ni public transportlar zo'r rivojlangan, ko'p binolari bir-biriga yaqin joylashgan, chiroyli binolari. Bundan tashqari bu yoqda parklar kamroq ekan. O'sha Viennaga solishtirganda aytadigan bo'lsa yoki Varshavaga solishtirganda qanaqadir yashillik kamroq deb tuyuldi. Lekin o'sha daryosi borligi, ko'priklari juda ham chiroyli ekan. Shu narsalarni aytmoqchi edim. Maslahat bergan bo'lardim kelishlarni, albatta maslahat bergan bo'lardim. Mabodo kimdir Polshadanmi yo Yevropadanmi shu videoni ko'rayotgan bo'lsa yoki kimdir O'zbekistondan kelmoqchi bo'layotgan bo'lsa, Pragaga albatta kelishinglarni tavsiya qilaman. Bizga 2 kun yetarli bo'ldi. Vaqtimizni zo'r taqsimlagandik, to'g'risi 2 kun emas, 1,5 kunda
ko'p narsalarga ulgurdik. Hozir bugun kechqurun yana avtobusimiz bor. O'shanda qaytib ketamiz soat 11 da. Bundan tashqari yana kecha o'sha iftorlik payti o'zbek restoraniga kirdik. Ularni ovqatlarini tatib ko'rdik. Ozgina qimmatroq ekan Polshaga nisbatan. Lekin sifati yomon emas ekan. Plus Polsha bilan Chexiyani solishtirganda ikkalasi ham yaxshi davlat. Chexiya qimmatroq, Chexiyada chet elliklar ko'proq. Polshaga nisbatan tili ham bir-biriga o'xshash, faqatgina yozilganini, masalan, polskini ozgina bilsangiz, chexskini ozgina yozilganini tushunsangiz bo'lar ekan, lekin gapirganida umuman tonlari, gapirish o'sha nima edi, gapirish turi boshqacha ekan chexlar bilan polyaklarniki. Biz shunaqa hozir bugun bu muzeyga kiramiz. Bu muzeydan agar video olarsam sizlarga yana ko'rasizlar video davomida, bo'lmasa keyin rostlar bilan xayrlashaman. Videoni ko'rishda davom etinglar, o'zinglarning fikringizni qoldiringlar. Sizlar qayerga borgan bo'lardinglar keyingi safaringlarda, to'g'rimi? Menga qayerga borib video qilishimni xohlaysizlar? Nimalarni ko'rsatishimni xohlaysizlar, to'g'rimi? Men bilaman kamchiliklarim ko'p, videolar davomida shularni nimalar to'g'rilashim kerakligini yozib qoldirsanglar, men shunga harakat qilaman. Videoni ko'rishda davom etinglar bo'lmasa.